Assalomu alaykum sizlar bilan Shadow va bugungi videomizda biz top 5 ta eng ajoyib, eng zo'r modlarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam, bu birinchi modimizga o'tamiz. Burada men kamera moddan foydalanaman. Birinchi modimiz ham shu kamera modi. Birinchi modimiz kamera modi edi. Bu kameralarni seriallar vositalar bo'ladi. Masalan, shunday qilasizlar, bu yoqqa bitta o'rnatasizlar. Masalan, kamera flow bo'lsamiz, kamera flow entity-ni har xil maqsad bo'ladi. Third person fix player, kamera flow name, kamera flow interfered. Bularni men uncha tushunmadim. Name to full deyapti. Burgashadi. Demiz boshlaymiz. Ismini yo'qlashmoqda. Ismini tekrar full entity. Shunday qilishsa bo'lardi aytmoqchi. Shunday prosta yurasizlar. Ular kamerasi orqasidan qaraydi. Shunday ketaverasizlar. Nima? You nigger. Shunday pastga tushirasizlar. O'tirasizlar. Nisqa yurasizlar. You nigger. Desizlar. Shunday qilasizlar. Kamerani qilasizlar. Birinchi modimiz shu, prosta shu birinchi modimiz. Switch qilasizlar. Prosta shu. Hozir shunaqa pishtirib yo'q. Endi ikkinchi modimiz. Go. İkinci modimiz ko'rsatadigan bo'lsa, ikkinchi modimiz har xil eshiklar bo'ladi. Ikkinchi modimiz har xil eshiklar, masalan, sizlarga bunaqa eshikni ko'rsataman. Bunaqa eshiklarni ko'rsataman. Mana sizlarni ovoz bo'shtasizlar. Ular qamoqqa sizlar bo'ladi, qamoqqa eshigi. Nima ham? Kiyinish xonasi ham qo'shilib bo'lib, prosta mana shunday qilasizlar, bu kiyinish xonasi. Xitoylarda bo'ladi, kiyinib oladigan. Mana shunaqa qilsalar ham bo'ladi buni. Prosta bomba. Bu do'konlar uchun. Sizlarga masalan men do'kon ochdim degan videolar qo'yamsizlar. Do'konlar prosta bomba ishi bu. Oxirgisi hozir bitta eshikka o'xshatib oldim men. Buni piksellari sal bu piksellangan ekan bolalar mana. Buni masalan bu eshikni buni sal piksel rangi, ya'ni sal tinaqroq ekan. O'ylashim bo'yicha shunaqa. Ikkovi ham bir xilga o'xshayapti. Qani bo'lmasam, keyingi modimiz go'la. Bakka sakrab balo bo'lmadi. Biz keyingi modimizga o'tib oldik. Keyingi modimiz keyingi modimiz bizda shitda bor edi. Qani keyingi modimizdagi? Deb vaqtlar bermaysizlar, chunki keyingi modimiz ko'rinmas, ya'ni knopkalarni yo'qoladigan mod. Prosta videolar uchun bomba holatda turibdi bu modimiz. Ya'ni mana masalan bunday qilsalar, mana qo'linglar ko'rinyapti, sal uzunroq bo'lgan qo'linglar. Nima bedrock desa, qo'linglarni sal yarmi ko'rinmay qoladi. Bunda ko'rinadi. Animatsiyalarda endi Java Animation degan mod bor, shuni to'g'rilab olsanglar. Qani bo'lmasam, keyingi modimiz go. Mana keyingi modimizni olish uchun inventarni birinchi bo'shatib olamiz. Shu
Shuni pastga o'tamiz. Sal pastroq o'tganimizni eng pastga o'tsak, bunaqa narsalarga duch kelamiz. Bu yerda biz mana bunaqa narsalarni birinchi olib olamiz. Bular kerak bo'ladi. Eng kerakligi ham shu. Va bizda bunaqa NPC'lar bor. Bunlar to'g'rilasa bo'lardi. Bular nima qilib to'g'riladigani bordi. Tushunmadim cho'ta. Shunaqa. Bu yerda hacker bor ekan, hacker. O'zinglar bilasizlar. Bu haligi, bu militsioner, ya'ni militsiya Steve bu. Ikki tursilar o'layotgan. Yana bizga mana ashtiga keluvdi adashmasam. Qayerdadirlar. Şimdi olup meka keluvdik de. Şimdi olup ketamiz. Hemen aşağıda okunadı böyle. Bu panda. Bunu o'rtoq qilish desanglar bo'ladi. Buni ham o'rtoq qilib ishlaydilar, buni militsionerlar. 10 yil bizlar ajal militsionergan. Bu Steve bola. Bu nima desam, boy bu. Bu ham bilmadim. Bu taniganlar bo'lsa kommentda yozib ketinglar, shu kim bu? Taniganlar bo'lsa shuni kommentda yozib ketinglar. Skinni qo'shib qo'yishibdi bolalar. Qani skin? Skin topamiz, bola skin topamiz. Skin topamiz, bola skin. Skin chiqmayapti, bola. Shit, nerede skin bola? Xullas, короче, shunaqa har xil NPC'lar modu. Endi sizlarga bundan keyingi mod sizlarga hozir men sizlarga bitta knopkalarni yo'q qiladigan mod ikkita. Bu bilan 3 ta va sizlarga to'da 5 ta modni, ya'ni 4 va 5 modni bitta qilib ko'rsataman, chunki ular ikkovi bitta mod bolalar. Ana sizlarga o'tgan 5 modda like'lar soni ko'proq bo'lsa, короче, o'shalarni ko'rsaman degan edim. Ya'ni nima desam bo'ladi? NPC'larni, ya'ni qishloq NPC'larini davomini, ya'ni shunday ularda mer, boy, xunigidi shularni qo'shib ko'rsaman degandim va mana o'sha kun yetib keldi bola. Aytdim, chiqaraman dedim, chiqardim bola. Mana ularni qo'shimchalari. Yo'q, bo'lmasgan. Ularni qo'shimchalari bolalar. 3 ta qo'shimcha beradi ular. Mer qo'shimchasini beradi. Millioner, ya'ni bu millioner, musir millioner. Musir millioner. Tirmonchilik ishi debdi. Aka. Oyay. Esan qo'ya onayni imodurdi bolasi qo'ya. Buni qayerga ishlatsanglar bo'ladi? Buni banklarga ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, shunday kelasizlar, bunday qo'yasizlar. Mer pishirdimi? Deb qilasizlar, eshikni oldiga shuni qo'yasizlar. Mana eshiklar borda. Qani eshiklar?
Bankda işi görse bittasini şey qo'ysalar, bittasini baq qo'ysalar, yozsalar, unday yozdim. To'xtadi. Men pulim olgani keldim sizlarga. Sen kirishim mumkin emas. Tekrar shunaqa qilib videolar olasizlar. Men bankni o'mardim degan video sizlar bo'ladi. Mer yolg'onchi ekan degan video sizlar bo'ladi. Videolar ko'p vaqt yo'qda qo'yag'i. Короче, video shulardan iborat edi. Va bular hammamizni qayerdan olamiz? Sizlar men Telegram kanaliga yozib qo'yaman. Telegram kanal esa описаниеda yoki bo'lmasam kommentariyada bo'ladi. Xayr bola. Bolalar, men sizlarga bitta narsani esimdan chiqarib qo'yganchida bo'ladi. O'zini bitta ilova bor, ya'ni biz yaratgan MC Pedal degan ilova bor. MC Pedal ham yuklab olib, ichida hamma modlarni ishlatishingiz mumkin. U ham zo'r ilova, lekin nima desam bo'ladi, telefon ishlab sotmagani yaxshi.